Qizlarjonlar, sizlarni Faberlik kompaniyasiga ishga taklif qilaman. Uyda yosh bolalaringiz bilan o'tirib pul topasiz, oylikka chiqasiz inshaalloh. Menga aloqaga chiqsalaring, hammasini bafurja gaplashamiz, o'rgataman. Qanday qilib registratsiya bo'lasiz? Sizga qanaqangi bonuslar keladi? Mana shunday sovg'alar keladi. Mana podarkalar. Faberlikning narsalari halol, namoz o'qiydigan odamlar ham ishlatsa bo'ladi, qo'rqmasdan. O'zingiz registratsiya bo'lsangiz, katalogdan ham arzon narxda keladi. Qizlar, o'ylab ko'ringlar. Ishlayman degan qizlarga o'zim o'rgataman, aloqaga chiqinglar.